Ashulani eslaysizlarmi? Oldin kino o'qilib olardi bunaqa ashulalar. Xullas, video, ashula, полный full качество. Dolby Atmos, Dolby Vision 5.1, 7.1, 9.1, 11 ga 1.2 sistemani kim yaxshi ko'radigan, kim tushunadigan bo'lsa, mana o'sha odamlarga mana shu Marantz receiver degan narsa reklama qilyapmiz. Buni выходной kanallarini solishtirsangiz, ko'rsangiz, juda ham ko'p narsasi bor. Bu yoqda mana ulanadigan joylar HDMI, оптический, plus tulpanli sistemalar bo'ladi. Mana shu narsasiga hammasiga kolonka ulanadi. Bu yog'iga Blu-ray, DVD, CD, MP3 har xil narsalar ulanadi. Ikkita subwoofer ulanadigan sistemasi bor. Дополнительный yana ulasangiz bo'ladi. Оптический выход ikkita. Дополнительный SAT, DVD, audio TV sistema ulanadi. Plus bu yoqda HDMI portlari, kirish va chiqish sistemalari ham bor. Kuchli Blu-ray sistemalar ham, zapisli sistemalar. Oddiy tunerli sistema bo'lsa ham uni ham ula olasiz. Главный bunga sizda yo'q o'zingizga kolonkangiz bo'lishi kerak, yo'q bizga murojaat qilsangiz kolonkalarni olib beramiz. Buni ustanovka qilish sal qiyinroq, no tushunadigan odam bemalol qila oladi bu ishni. Bu yoqda antikalibrovочный sistemaga antennachasi ham bor. To есть xonani o'rtasiga qo'yib qo'ysangiz, xonangizga qarab nastroykasini o'zi qilib beradi. Pultlarda juda aqlli sistema. To есть переключенияsi juda oson. Kerakli narsasini ulaysiz, kerakli narsaga переключать qilasiz. Gronkislari, o'zini audio sistema nastroykalari hamma narsasi встроенный o'zida. Bitta murojaat qilib, telefon qilib zakaz bersanglar, u yog'ini dashi tushuntirib beraman. Rahmat.